Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston milliy terma jamoasidan tarixiy g'alaba. Birlashgan Arab Amirliklarida o'tkazilayotgan xalqaro turnirda Fabio Cannavaro boshchiligidagi milliy terma jamoamiz Afrika qit'asining kuchli terma jamoalaridan hisoblangan. Tarkibida Muhammad Saloh kabi kuchli futbolchisi bo'lgan Misr terma jamoasi ustidan 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Har ikkala golni o'yin davomida ajoyib harakat qilgan Oston O'runov kiritdi. Endi terma jamoamiz finalda Eron termasiga qarshi maydonga tushadi. Eron termasi ham yarim finalda Cabo Verde jamoasini penaltilar seriyasida mag'lub etib, final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. O'zbekiston hamda Eron o'rtasidagi final o'yini 18-noyabr kuni soat 21:00 da start oladi. O'yin jonli efirda Sport va Futbol TV kanallari orqali olib ko'rsatiladi. Ushbu uchrashuvda ham terma jamoamizga omad va g'alaba tilab qolamiz.